Xo'sh, qalay? Zaharlimi yo'qmi qanday bilamiz? Buni faqat bitta ishonchli yo'lini bilaman. Sheyn qaytib kelganida so'raymizmi? Ha. Rahmat. Dale, men ketyapman. Azizim, Dale'ni ko'z oldida bo'l. Kelishdikmi? Xo'p bo'ladi, oyi. Sen ham uzoqqa ketma. Shu yaqin atrofda bo'l. Agar biror gap bo'lsa, baqirgan, yugurib kelaman. Xo'p, bo'ladi. Chim. AMC namoyish etadi. Andrew Lincoln, John Barenthal, Sarah Wayne Kellis, Laura Holland, Jeffrey Damoon, Steven Yeun, Chandler Riggs. G'oya muallifi Frank Darabont, Robert Kirkman, Tony Moore va Charlie Adlard komikslari asosida suratga olingan. Manqurtlar olami. Hey, tankning ichidagi tirikmisan? Allo. Shu yerdamisan? Xavotirlana boshlagandim. Tashqarida qayerdasan? Meni ko'ryapsanmi? Ha, seni ko'ryapman. Murdalarning qurshovidasan. Bu yomon yangilik. Yaxshi, yangilik bormi? Yo'q. Kimligingni bilmayman, lekin biroz qo'rquvdan sarosimaman. Xudoyim, buni shu yerdan ko'rganingda edi. Aqldan ozgan bo'larding. Hech qanday maslahating yo'qmi? Ha, u yerdan tuyog'ini shiqillat derdim. Shuni o'zimi qochishim kerakmi? Maslahatim ahmoqona emas. Tashqarida ko'zlaring bor. Bittasi tankning ustida, qolganlari pastda otni nimtalab o'tirishibdi. Men bilanmisan. Hozircha ko'chani boshqa tomonda o'liklar kamroq. Chalg'ib turishguncha imkoning bor. O'q-dorilaring bormi? Hammasi tashqarida, yerda qoldi. Uni olsam bo'ladimi? Buni unut. Imkonsiz. O'zing bilan nima bor? Shoshma.
Ha. Bitta to'pponcha bor. 15 ta o'qli. Tejab tur. Tankni 10 tomondan chiqib, o'sha yo'nalishda ko'cha bo'ylab yuqoriga yugur. 50 metrdan keyin muyulish keladi. O'sha yerda turib tur. Hey, isming nima? Eshitdingmi? Vaqting chegaralangan. Xo'p. Jim, men o'lik emasman. Tezroq yugur. Qochdik. Endi nima qilyapsan? Yugur. Nima qilyapsan dedim senga, chiqa qolsang-chi. Yomon emas, Clint Eastwood. O'zingni shaharni tozalash uchun kelgan yangi sherif deb o'ylayapsanmi? Buni rejalashtirmagandim. Albatta. Ahmoq ekansan. Rik, rahmat. Glenn, arzimaydi. O, yo'q. Yaxshi tomoni ham bor. Yerga tushsak o'lamiz. Men optimistman. Qani. Ko'chani sen to'sib qo'ydingmi? Boshqasi, shaharni zombilar bosib olishganda hammasi o't olishmaydi deb o'ylashgan bo'lsa kerak-da. Nega hayotingni xatarga qo'yib, menga tankdan chiqishga yordam berding? Buni ahmoqlik yoki soddalik deysizmi? Lekin umid qilamanki, menga ham yordam kerak bo'lganida kimdir yordamga keladi deb ishonaman. Balki sendan ham ahmoqroqdirman. Men qaytyapman. Mehmonim bor. Yana muyulishda 4 ta tasqara bor. Yugur! Morales, ketamiz. Yaramas, seni o'ldirish kerak. Andreya, unday qilma. Tinchlan, unday qilma. Hazillashyapsanmi? Bu ahmoqlik deb hammamiz o'lamiz. Andreya, bo'ldi qil dedim. Jim. Tepkini bosma. Hammamiz o'lamiz. Seni deb. Tushunmayapman. Menga qara. Shaharga yegulik g'amlagani keldik. Buning uchun nima qilish kerakligini bilasanmi? Tirik qolish kerak. Tirik qolish uchun esa oyoq uchida harakatlanish zarur. Xuddi westernlardagi kabi ko'chada o'q uzmasdan. 1 kilometr atrofdagi murdalar o'q uzganingni eshitishdi. Taomga belgi berding. Endi tushundingmi? Ya xudoyim. Voy xudoyim, u yerda senga nima bor edi? Vertolyotga belgi bermoqchi edim. Vertolyot bo'lmagan gap. Hech qanday vertolyot yo'q edi-ku. Ko'zingga ko'ringandek shunday tuyulgandir. Aniq ko'rdim. Ey Tito, ratsiya orqali qolganlar bilan bog'lana olasanmi? Qolganlar qochqinlar markazimi? Ha, qochqinlar markazi. Kelishimizga pechenye pishirishyapti. Aloqa yo'q. Balki tomdan olar, ha? Voy xudoyim, Dikson. Bu telba nima qilyapti? Tezroq yur.
Ey, Dikson, jinni bo'lganmisan? Voy xudoyim. Yo xudoyim. Hay, qo'lida quroli bor odam bilan ehtiyot bo'linglar. Teran fikrlasangiz-chi? Oshna, o'qlarni bekorga sarflayotganingni bilasanmi? Seni deb o'qdorsiz qolamiz. Aqlingni yig'sang-chi. Kuni bilan bu meksikalikka chidashga to'g'ri kelganim yetmagan deganda seni buyruqlaringni bajarishim kerakmi? Menimcha bunday bo'lmaydi. Damini ol. Damimni olaymi? Menga biror gaping bormi? Fido, bo'ldi qil. Yo'q. Qo'ysangcha bunga arzimaydi. Sen ham bo'ldi qil. Muammolarimiz o'zi yetarlicha. Xo'pmi? Dam olishni ko'rsatib qo'yaymi? Ha. Damini ol. Bir kamin negrni buyrug'ini bajarishim qoluvdi. Voy abullah. Dikson. Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Bas qil dedim. Mana senga. Bo'ldi qil. Mana. Dikson. Bas qil. Dikson, uni o'ldirib qo'yasan. Dikson, iltimos bo'ldi qil. Ey, bo'ldi qil dedim senga. Ahmoq. Yo'q, iltimos. Unday qilma. Kerak emas. Yo'q, bo'ldi qil. Juda soz. Ovozga qo'yamiz. Kim boshliq bo'lishini muhokama qilamiz. O'zim uchun ovoz beraman. Yana kim ovoz beradi? Xo'sh, demokratiya payti keldi. Qo'lingizni ko'taring. Bir ovozdanmi? Bo'linglar. Bo'la qolinglar. Qo'lingizni ko'rsating, qani. Bo'la qoling. Bo'ldi qil. Bir ovozdanmi? Juda soz. Demak, endi men boshliqman. Ha. Yana talabgorlar bormi? Xo'sh, Bor. Jennerson kimsan o'zi? Ofitserman, do'stim. Menga qara. Endi hammasi o'zgardi. Negrlar ham, oq tanli ahmoqlar ham yo'q. Faqat oq tanli va qora tanlilar bor. Biz bilan o'liklar bor. Agar birgalashib harakat qilmasak, tirik qolmaymiz. Tushundingmi? Damini ol. Bilishimcha senga aql kirmas ekan. Yo'q, unda 2 marta damini ol. Qurolli odam bilan iltifotli bo'lishing kerak. Qo'lingdan kelmaydi, axir politsiyachisan. Hozir xotini bilan o'g'lini qidirayotgan oddiy fuqaroman. Yo'limda to'g'anoq bo'lganlar afsuslanishadi. O'ylab olishingga 1 daqiqa beraman. Burningda narsa o'tirgan ekan. Meni nima qilmoqchisan? Hibsga olasanmi? Hay, nima qilding? Meni narsamidi-ku? Shoshmay tur hali. Chiqib olay. Eshityapsanmi, cho'chqa? Eshitdingmi? Ha, ovozing qulog'imda jaranglayapti. Eshityapsanmi, isqir cho'chqa? Atalanta politsiyasida emassan. Qayerlisan? Yo'l-yo'lakay o'tib ketayotgandim. Xo'sh, yo'lovchi ofitser. Katta shaharga xush kelibsan. Voy xudoyim, pastda Times Square o'zi-ku. Aloqa qalay? Xuddi Diksonning miyasida zaif. Urinishda davom et. Nima qiladi? Baribir hech kim yo'q-ku. Shahar tashqarisida bir nechta odam bor. Hech qanday qutqaruv markazi yo'q. Bu Orzuning o'zi. Ha, u to'g'ri gapiryapti. Biz o'zimiz qoldik. Mattar bolalaring, eshitishimcha ko'chada yurish xavfli ekan. To'g'rimi? Asalim? Hay, balki qo'limdagi kishanlarni yechib yuborarsan. Biror joyga ketib, mazza qilib dam olardik. Baribir o'lib ketamiz. Yaxshisi o'lganim yaxshi. Keyin afsuslanasan. Bilib turibman. Ko'cha xatarli.
Seni o'ylaganingdan ham yomon. Balki yer ostidan o'tarmiz. Oqava suvlar quvuri orqali. Ey xudoyim. Ey Glen, muyulishni tekshir. U yerda oqava lyukini ko'ryapsanmi? Yo'q. Balki murdalar joylashgan ko'chada bordir. Balki yo'qdir. Bu binolar 20-yillarda qurilgan. O'sha paytda hamma katta binolarda podvalni suv bosmasligi uchun oqova suvi kanalizatsiyaga drenaj orqali o'tadigan qilib loyihalashtirilgan. Buni qayerdan bilasan? Bu meni ishim edi. Men shaharsozlik bo'limida ishlaganman. Bu shu yerdami? Bunga aminmisiz? Bu yerni boshdan oxirigacha o'rganib chiqqanman. Oldin ham bu yerda bo'lganman. U yerga tushadigan yo'l faqat shu yerda. Lekin pastga tushib ko'rmaganman. Kim ham xohlardi? Biz ortingdan boramiz. Yo'q, bormaysiz, aniq. Nega unday deyapsan? Bora olmayman deb o'ylayapsanmi? Unday emas. Tortinmay, o'ylaganingni gapiraver. Shu paytgacha bu yerga bir o'zim kelgandim. Kirib bir nechta narsani olib ketardim. Muammo bo'lmagan. Birinchi marta guruh bo'lib kelsam, hammasi oyog'i osmondan bo'lib ketdi. Xafa bo'lmanglar, agar shu sassiq o'raga tushishni xohlasangiz, bari men aytganimdek bo'ladi. U yer tor. Agar biror to'siqqa uchrasam, hammangiz orqamda xalaqit berishingizni xohlamayman. O'zim bilan bir kishini olaman. Men boraman. Yo'q, sen emas. Sen yaxshisi do'konda qolib eshiklarga qara. Birorta gap bo'lsa, otib bizni himoya qilasan. Ikkinchi qurol senda, shuning uchun u bilan birga borasan. Sen esa yordamchim bo'lasan. Jeki esa shu yerda qoladi. Agar biror gap bo'lsa, baqirib bizni tezroq chaqirib ol. Bo'pti. Yaxshi. Hamma nima qilishini tushundi. Senga to'pponcha o'qtalganim uchun kechir. Odamlar qo'rqqanida bundan battarlarini qilishadi. To'g'risi, shunga arziydigan ish qilding. Seni deb bo'ldi. Agar shu yerdan olib ketsam, aybimni yuvaman. Yo'q. Oldiniga bajar. Keyingi safar saqlagichdan chiqarib otishdan oldin, bo'lmasa otmaydi. Bu seni to'pponchangmi? Bu sovg'a edi. Nima? Kichkina qizil nuqta otish mumkinligini bildiradi. Balki kerak bo'lib qolar. Eslab qolaman. Meni kimdir eshityaptimi? Alo, kim bo'lsa ham, kimdir bormi, javob bering. O'zimning ovozimdan ko'nglim behuzur bo'lib ketyapti. Nafaqat o'zingni, balki bas qilarsan, ha? Boshimni og'ritib yubording. Boshingni keraksiz narsa bilan qotirmasang og'rimaydi, tushunarlimi? Oldiniga yaxshi fikrlashni o'rgan. Qo'limdagi kishanlarni yechsang, yaxshi fikrlaydiganga aylanaman. Hay, aslahalarni ko'ryapsanmi? O'shani olib bersang, minnatdor bo'lar edim. Nima deysan? Bo'la qol. Meni bu yerdan chiqarib yubor. Bo'lsang-chi. Nima, yana menga tashlanishing uchunmi?
yoki negr deb atashing uchunmi? Qo'ysangchi, shunchaki sen bilan meni ko'rinishim bir-biriga to'g'ri kelmaydi xolos. Agar o'zaro qarashlarimiz mos kelsa, buni adovatimizga aloqasi bo'lmaydi. Xo'sh, nima deysan? Temirni olib berasanmi? Balki senga qurolni ham olib berarman, politsiyachi qaytib kelganida o'ldirishing uchun, ha? Ha, bu oqava qo'ri ekan. Zeki to'g'ri aytibdi. U yerga o'ta olasanmi? Agar chilangarlik uskunasi bilan yarim kun vaqtimiz bo'lganda o'tsak bo'lardi. Dale'ni temir tersagini aniq tish o'tmaydi. Biror nima yoqib qoldimi? O'zimga emas. Lekin bittasiga yoqishi aniq. Singlimga. Ba'zan yosh bolaga o'xshaydi. Yakkashoq va ajdarlarni sevadi. Shunga o'xshagan narsalarni yoqtiradi. Suparisi eng zo'r ekan. Unga suparilar yoqadi. Nega olmayapsan? Menga politsiyachi qarab turibdi. Bu o'g'irlikka kiradimi? Menimcha bu qoidalar endi ahamiyatsiz, to'g'rimi? Pastdan nima topdinglar? Yo'l yo'q. Yo'lini tezroq topishimiz kerak. Qurilish maydonida yuk mashinasini ko'ryapsizmi? Ular kalitni doim ichida saqlashadi. Ularning orasidan o'chishning iloji yo'q. Meni tank ichidan olib chiqding-ku. To'g'ri, lekin o'sha paytda ular otni yeyishayotgandi. Yana chalg'ita olasanmi? Ha, unga quloq solinglar. To'g'ri gapiryapti. Qahramonlardek chalg'itib turadi. Bo'ldi qil. Ularni shovqini o'ziga tortadi. Ha, xuddi itlar kabi tovush tomonga yurishadi. Yana nima? Bizni eshitishligidan tashqari ko'rib hid sezishadi. Tutib olishsa yeb qo'yishadi. Bizni hidimizdan ajratishadimi? Ulardan o'laksa hidi keladi. Bizlardan esa yo'q, farq shunda. Agar eng yomon g'oya olimpiadasi o'tkazilganda sen g'olib bo'larding. U to'g'ri gapiryapti. To'xta, oldin yaxshilab o'ylab olishimiz kerak. Qancha vaqtimiz bor? Bitta eshikdan o'tib bo'lishdi. Bu oyna uzoq bardosh bera olmaydi. Wayne Dunlap, Jorjiyalik ekan. 1979-yilda tug'ilgan ekan. O'lgan payti karmonida $28 bo'lgan ekan. Chiroyli qizni rasmi ham bor. Racheldan muhabbat ila. Oldin xuddi bizdek bo'lgan. To'lovlar, ijara yoki super kubok haqida qayg'urgan. Agar oilamni topsam, ularga Wayne haqida gapirib beraman.
Yana bir narsa. U organ donor edi. Oy, yaratgan ekan. Jin ursin. Endi sen davom ettir. Xudoyim. Keyin hammada qo'lqop bormi? Ehtiyot bo'linglar. Ko'z yoki teringizga tushmasin. Yo'q, hozir qusuraman. Hozir qusuraman. Qusuraman. Yaxshi narsalarni o'yla. Masalan, mushuk va kuchuklarni. O'lgan kuchuk va mushuklarnimi? Bu dahshat. Senga nima bo'ldi? Keyingi safar ta'zirini bersin. Ahamiyat bermanglar. Qanday dahshat, jirkach, dahshat. Endi ulardek sasyapmiz. Ha. Glen. Har ehtimolga qarshi. Qaytib kelsak, tayyor turinglar. Mel Dixonchi. Boltani ber. Bizga yana ichaklar kerak. Voy xudoyim. Hay, nima bo'layapti? Tedo, ratsiyani yo'q. Hay, menga ham aytinglar. Lager Tedo gapiryapti. Kimdir meni eshityaptimi? Kimdir bormi? Ana ular. Bu yaramas kishanlari kaliti bilan ko'chaga ketdimi?
voy xudoyim, bu ishlang uzoqqa yetmaydi. Ha, janob. Jennersa, boshqasini qayerdan olamiz? Juda kech bo'ldi. Allaqachon qaytishlar kerak edi. Xavotir olganingdan yaxshi bo'lib qolmaydi. Barakalla. Qoyil. 1 2 3 tortasan. Boshidan. Qani? Arqonni boshqacha qilib barmog'ingga o'rab ko'r. Bo'ldi, endi barmog'ingga tortib ko'r. Mana shunday. Lager, alo, kimdir meni eshityaptimi? Lager, bu Chidok. Kimdir eshityaptimi? Javob bering. Bu Chidok, kimdir bormi? Alo, eshitaman. Aloqa yomon eshitilyapti, qaytar. Sheyn, bu senmisan? Bu ularmi? Biz savdo markazida Qurshovda qoldik. Qurshovda qoldik deyaptimi? Bu murdalar hamma yerda yuribdi. 100 dan ortiq. Tido, qaytar, eshitilmayapti. U savdo markazidamiz deb aytdi. Men ham shunday deb eshitdim. Sheyn, Hech qachon ularni ortidan bormaymiz. Ularni deb boshqalarni xatarga qo'ya olmaymiz. Buni yaxshi bilasiz. ularni tashlab qo'yamizmi? Bilaman, Emmi, bu oson emas. Biroq biz Opam bizga yordam berish uchun ko'ngilli bo'lib ketdi. buni bilaman. Tavakkal qilayotganini bilgandi. Agar Qurshovda qolgan bo'lishsa, unda kunlari bitta. Bunga ko'nikishga to'g'ri keladi. Biz hech nima qila olmaymiz. U meni opam Jenur Sinsiyana. Emi, Qani? O'xshayapti. Ishongim kelmayapti. O'zingga e'tiborni qaratma. O Xudoyim. Bu oddiy yomg'ir. Bu yerlarda tez-tez yog'ib turadi. Hidimiz yuvilib ketyapti. Ustimiz yuvilib ketyapti. Yo'q, yuvilib ketmayapti. Balki shundaydir. Qoch! Qochdik. Qoch! Yugurdik!
Qani bo'l. Rik! Hayda! Bizni tashlab ketishdi. Qayerga ketishdi, a? Nima? Qayoqqa? Yo'q. Orqaga qaytinglar. Ey xudoyim, ular hamma yerda ekan. Ularni chalg'itishing kerak. Do'kondagi ko'tarma eshik esingdami? O'sha yerni tozalashing kerak. Ularni qanday chalg'itaman? Do'stlaring bilan bog'lan. O'sha yerga tushib kutib tursin. Qanday chalg'itaman, shunisini tushunmay qoldim. Shovqin bilan. Do'konni ko'tarma eshigi yonida uchrashamiz. Xo'pmi? Tez bo'linglar, ketamiz. Hay menchi, meni tashlab keta olmaysizlar. Morales, hazillashayotganim yo'q. Morales, ketdik. Hay, bunday qilmanglar. Bu meni qirolim, meni tashlab keta olmaysizlar. Tido ketish kerak. Morales, meni shunday tashlab keta olmaysan. Tido, unday qilma. Meni tashlab keta olmaysan-ku, tashlab ketma, unday qilma. Bu odamgarchilikdan emas. Bo'la qol. Meni qo'yib yubor. Bo'la qol, oshna, bo'l. Bo'la qolsang-chi. Shunday, yaxshi. Qani bo'la qol. Yaramas qora tappi ataylab shunday qildingmi? Bunday qilmoqchi emasdim. Yolg'on. Yo'q. Ataylab shunday qilding. Yo'q, ataylab Bu qilgansan. tasodifan bo'ldi. Meni tashlab ketma, iltimos. Bu uzr. Tashlab Bu ketma. tasodifan bo'ldi. Bunday qilmoqchi emasdim. Ming la'nat. Kechir oshna. Kechir. Senlarga ketma dedim. Ketma. Nima qilyapsan? Do'zaxda yonasan. Do'zaxga tushasan. Qayt deyapman senga. Menga yordam kerak, yordam. Meni kutib turinglar. Hozir boryapman. Mensiz ketib qolmanglar. Ushladim. Nima bo'ldi? Qani bo'la qol.
meni kutib turinglar. Ular ichkarida. Ketdik. Eshikni ochinglar. Eshikni. Tezroq. Tezroq bo'linglar. Qani. Bo'la qolinglar. Bo'ldi. Meni tashlab ketmanglar. O'lib ketlaring. Jinursin senlarni. Do'zaxda yonlaring. Ming la'nat. Ming la'nat senlarga, ming la'nat. La'nat kalitni tushirib yubordim. Ingliq qayerda? Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Qoyil! You know, Big Boo, we can have a lot of fun. Ushbu film Max Film TV buyurtmasiga binoan Shavik Son studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Zilola Rahimova. Filmga aktyorlar Abdulhay Otaxo'jayev, Muhammadjon Xo'jayev, Behzod Muhammadkarimov, Nargiza Mirzayeva, Elbek Mirzohidov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Shavkat Abdujamilov, rejissyor assistenti Qobil Sobirov, ovoz rejissyori Quvondiq Abdullayev, muharrir Ismoil Mahmudov, loyiha rahbari Sarvar Alijonov.